Sepini o'zim olib ketyapman. Rasrochkaga seplar beriladi, qizga men ketdim. Kim bor? Voy, portfoliyni nima bo'lyapsan? Chiq. Oyoqqa chiqadim. Chiqmayman, men bitta texnika olgani keldim men. Bo'lmaydi puljoq lo'llarga. Chiq. Mana pul. Ana bu chistay o'zi buni. Chistay ekanmi? Biz aytaymi sizga, aytaymi. Men Qanibeyga paftorni tegyapman. Bular brendda, Qanibey ham zvezda-yu, ashunga men Qanibeyga ashunda olib boraman. Lekinchi Qanibey jonimga tegib bir joyi. Voy Qanibey aka, mana shunga kiyimlaringizni yuvib, tarab, ashundan dazmollab qurg'atib chiqaraveraman. Hozir yaponskilaru mashlarni qarang, shimlaringizni qirlarini lezba qilib tashlayman deb. Ko'zni og'ritmaydi ekan, kunga chag'ilishmaydi ham. Mana shunaqa pulti qo'shiqlardan aytamiz. Jon olaman, qocholmaysan baribir. O'zimniki qavolaman. Qarang, gilamlarni, uylarni tozalasa bo'lar ekan. Men mana shudan olib ketaman. Uxlab qolsangiz, mana shu o'zi uyg'otadi. Qanibekim deb choy quyib beraman, jonim. Marojnilardan solib qo'yamiz, jonim. Qarang, chugun deb qo'yadi buni. Ama tagiga olmaydi. Rasrochkani bu dollari yo'q dedi. Bu qo'ysak bo'ladi o'zi, bir so'moqcha bermaylik. Bo'ladimi? Bo'ladi, fayz oladi. Aka, unda men dollarlarim. Nima? Bunga rasrochka qilamiz unda, formulani kimga qilamiz? Qanibeyga qilasiz. Qaniyga qilamiz? Nega? Ajrashib ketsam men to'layman. Menga pasport kerak-da unda. Mana shu Qanibeyni pasporti kecha o'g'irlab olganman. Shunga qilavering. Qarasoylarga qilasiz. Savoyda chiqdimi? Ashi. Voy Qanibeygimni golosoy ketib eshitib ko'raylik. Zaynabdagi texnotochkaga bordingmi? O'sha yerdagi sapattu. Ana eng yaxshisi rasrochkaga beradi. Ana o'zingning atimga yozdirib, mening atimga yozdirib qo'yvoy. Tez kel. Voy, men yerga tegyapman. Sepini o'zim olib ketyapman. Rasrochkaga seplar beriladi, qizga men ketdim. Mana qarab ketyapti. Svetini yaxmas, mashina mana qarab turardi.